Mana Karpalkingning ikkinchi qismi. Hozir mashinalarimizni obzor qilamiz. Mana har xil mashinalar bor. Bularni ochmaganman hali. Eng zo'ri mana. Mana ko'rsataman sizlarga. Yangi qo'shilganlari ham bor. Voy bu 199 ta ekan. Shuni 199-9-inchisi eng zo'ri. Ko'rsatib o'taman. Faqat sizlar bitta like bosib qo'yinglar. Mana eng zo'r avtomobili. Buni motori 1400 HP. Korpusida ko'rib turganingizdek mana modelni yasashgan mana. Modelni yorib yuborishganda o'zi ham. Mana undan oldingisini ham yorib yuborishgan. Mana orqalarida unday orqasida mana dvigatellar ko'rinib turadi. Bunisi o'zingizlar bilganingizdek poyga mashinasi. Bu hamma shiqchiq. Ularda bunda foyda yo'q. Poyga o'ynasanglar yorib yuboradi. Liboyni kuchaytirmasanglar ham. Mana shuncha mehnatim ketadi. Bitta like tugmasini bosib qo'yinglar va podpisatsiyani bosib qo'yinglar. Biz hali endi faoliyat yurityapmiz. Biz kuchayishimiz uchun sizlarning hissanglar qo'shilishi kerak. Mana Ferrari yangicha ishlab chiqarilgan model. Mana yana Ferrari o'zi. Mana Lamborghini. BMWni hozir ko'rsatamiz. BMW so'rayotganlik. Bu gelik. Mana BMW qitchig'i versiyasi. Keyin mana BMW qizil modeli. Mana Mercedes-Benz. Bu hozir Rolls-Royce. Mana bu ham Rolls-Royce boshqacha modeli. Xullas bitta like bosib qo'yinglar. Mana Mercedes o'zi. O'zbekistonda. Xullas like bosinglar. Keyingi o'yinlarimizda bundan afzalroq chiqadi.